Alo. Assalomu alaykum. Sardor, yaxshimisiz? Sardor aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Rahmat. Ohangaron paralonda ishlayapsizmi? Ha. Anaqa navaram bor edi. Ana qara haydashni o'rganishga sizning nomeringizni berishuvdi. Qara haydashga beruvdi? Qara haydashni o'rganishga siz nomeringizni beruvdi. Shogird olasizmi? Shogird endi odam bo'lmasa olamiz, yana ishdan ketadiganlari bor-da, ishdan bo'shagan paytda o'rniga oladi odam. Yoshi hali 18 ga to'lmagan, shuni so'ramoqchi edim, qanaqa bo'ladi? Ya 18 ga to'lmagan bo'lsa bo'lmaydi. 27 yoshdan o'tsa ham bo'lmaydi. Lekin endi bilet bo'lmasa ishga olmaydi. Lekin tog'asining ishxonasida ishlab yurgan, jiyanimnikida ancha qara haydagan. Qara haydab yurgan? Haydab yurgan, nimada ishlaganda, Pepsi zavodda. Zulfiya opam yaxshimilar? Zulfiya opa? Zulfiya ayolingiz bilan? Ha, ayolim bo'ladi. O'shalardan oldim nomeringizni. Shunaqa desam, xo'jayinni so'rab ko'ring. 9 million 10 million oylik dedi, shu rostmi? Shunga yaqinroq. Yo, buncha oylik, lekin ayolimga ham aytmaganman-ku, 9 million 10 million oylik olaman deb. Aytmang, hech qachon ayollarga, hech qachon aytmang, oyligingiz qancha olish bo'lsa, hammasini sug'urib oladi, bilaman-ku men hammasini. O'shani aytmang, yarmini aytaman. 2 million olaman, 3 million olaman deb qo'ying, chunki o'zingiz boshqa rasxodlaringiz ham bor. Aytmang. Ko'chada yurish bor, o'tirish bor. Albatta, oshna og'ayni bor, choyxona bor. Hammasini bilaman. Men ham xo'jayinim ham har kuni shu nechta oylik olasiz desam 8 million deydi. O'zi 16 million olar ekan, xo'romi. Yaxshi-ku. Baraka topsin. Mayli, boriga shukur-da. Sardor aka? Haligi bugun tug'ilgan kuningiz deb eshitdim. Tug'ilgan kunim edi. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin, iloyim. Rahmat. Qarang, o'sha Lekin nevaramni ishga olib kirib qo'ysangiz zo'r bo'lardi, sizga ham ozgina berardik-da, pora. Pora? Menga unaqa narsa kerakmi? Yo'q, porami? Kelgan ishdan bola bo'lsa, bajarib ishga oladi. Men qo'limda emas, lekin unaqa narsa. Faqat suldarim chiqqan, urushqoq, bitta qo'li yo'q-da. Qara haydayapti deydi-ku. Bitta qo'lda haydayman, deyapti-da, buvi deyapti. Bitta qo'lda haydashdan yaxshigina staj kerak-ku. Staji bo'lsa kerak. 15 yoshidan beri tog'asi o'rgatib nima qilgan, keyin hali kuni karantinga kirib ketdi, bitta oyog'i ham yo'q. Xolamisiz, kimsiz? Unaqa karantinga kirib ketgan, qo'ying, olmasaga, unaqa. O'shanga rosa qo'li yo'q, oyog'i yo'q. Rosa yig'layapti-da. Nimaga endi men bir umr shunaqa bo'lib qolamanmi? Nimaga men deb anaqa qilgani uchun, yuragim ezilgani uchun sizga murojaat qildim-da, Sardor aka. Yo, mana qarang, oylik yaxshi joylar bor-ku, masalan, protez oyoq qo'yib beringlar, mana qara haydasa hadiya oladi protez oyoqlar. Ko'zi ham yaxshi ko'rmaydi-da, -20. Voy, endi she'r. Bundan o'zim oyligimdan 1 million berib turgan bo'lmaydi o'sha odamga. Endi bilmadim men qanaqa bo'lar ekan, lekin Sardor aka shunaqangi toza qalbli insonligingiz uchun sizga kattakon rahmat. Okajon, assalomu alaykum. Bu Instagramdagi she'r pozitiv tug'ilgan kuningiz bilan aka. Rahmat aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzimiz aka. Bu vaqtda hozir odam yo'q qilishtirmaydi, yo'q yig'lashtirmaydi. Bu karantinga kirgan deb Tug'ilgan kuningiz bilan Zulfiya opam nomidan bo'ldi, ayolingiz nomidan. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat aka, sog' bo'ling. Atrofingizda o'tirgan, choyxonada o'tirgan akalarga ham salom ayting. Salomat bo'ling, mana bir ikkitasi topdi, shuni ko'rganimga aytishlikmi deb turibdi. Kelgan anaqada uni kallasi ham yo'qdi, u bolani. Aka. Vachi bo'lmay yorib lekin gap. O'zim hayron qoldim. Joningiz sog' bo'lsin, Sardorbek, tug'ilgan kuningiz bilan jigarim. Rahmat aka, sog' bo'lasiz. Xo'p. Yozga omad aka. Xo'p, Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, rahmat aka, sog' bo'lasiz. Bo'pti, xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Rahmat. Xo'p. Xo'p, sog' bo'lasiz.
Rahmat. Ha. Ha.